aka, seryozni odamlarga sovg'a berishingiz kerak, lekin nima bersamkin deb o'ylanib yuribsizmi? Zo'r narsa topib qo'ying. Qo'limdagi bu milliy suvenir lagan latul materialdan qilingan, juda ham sifatli, o'rtasida aynan shu insondan ko'ra korxonasi bo'ladigan bo'lsa, logotipi yoki surati yoki sizni istalgan yozuvingizni tushirib bera olishingizda ajoyib sovg'a bo'ladi. Undan tashqari xuddi shu narsalarni sopolga ham tushirib bera olishingizda bu tochkali deyiladi, ya'ni tochkali laganimizga o'rtasiga xohlasangiz print qilib yopishtirib berishimiz mumkin, xohlasangiz qo'l mehnatida siz istalgan narsani chizib yoki yozib berishimiz mumkin. Oxirgisi va eng dodasi yog'ochga, bu ham qo'l mehnati, atrofi o'ymakorlik bo'ladi. O'rtasiga yana xuddi o'sha logotip yoki rasmlarni tushirib bersak, juda ham chiroyli chiqadi. Tasavvur qiling, bitta ofisga yoki seryozni joyga borganingizda xuddi shu narsa bitta chiroyli bo'lib tursa, juda ham chiroyli ko'rinadi. Bemalol milliy suvenir hayotga murojaat qiling, siz xohlaganingizdan-da zo'r qidiramiz.